Do'stlar, Farg'ona shahar Vatniga kelganmiz. Keyingi uyimiz 4 etajli domning 3-qavatida joylashgan. 2 xona, 3 xona qilingan. Parkovkalarida muammo yo'q, joy katta. Bu yoqda bolalar maydonchasi, maktab, bog'cha uzoq emas. Domimiz shundoqqina yo'lda qirg'og'ida joylashgan. Yonida magazin, targoviy sentrlar juda ham ko'p. Endi birgalikda domimizni ko'ramiz. Bu uyimizning kirish qismi noldan remont qilingan. Sanuzlimiz, kafel, patologlar ham kafel qilib qo'yilgan. Aristonimiz. Bu yoqdagi xonamiz общий zal, ya'ni mehmonxonamiz. Bu yoqda veranda kuxnya qilib qo'yilgan, oshxona. Bu yoqdagi xonamiz yotoqxona. Bu yoqda kichikroq yana bitta xona qilingan. Oshxona verandaga ko'chirilganligi uchun bu yoqda bolalar xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Uyimizning narxi 28 ming deb baholandi. Ozgina kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.